Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Xudo xolasa yangi kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ilya.Rus kanalida qo'yib borayotgan videolarimizni xudo xolasa bu kanalimizda chorva bozorlarini ham yuritib boramiz. Ikkinchi kanalimizni ham ishga tushirdik do'stlar. Albatta layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Sizlar uchun ajoyib videolarimizni davom ettirib boramiz do'stlar. Bugun Samarqand viloyati Ishtixon, ya'ni Metan chorva bozoridamiz. 27-may sanasi bilan 2025-yil do'stlar, hafta kuniga seshanba. Amalingizga omad tilaymiz. Ikki kanalda ham aktiv bo'lasiz degan umiddamiz. Qo'llab-quvvatlab turasiz. Sizlar uchun ajoyib videolarimizni davom ettirib boramiz do'stlar. Barchalaringizga rahmat. Videolarimizni boshladik. Obunachilar, mana bir tug'ilgan bolasi sigirlardan. Bolasi kucha aka. Bolasi kucha 6 litr suti bor deyilyapti. Xudo xolasa 21 million qo'shsa berib yuboramiz ya do'stlar. Qancha so'raydik aka? 20 million 500. Ha, 20 million 500 ming akamiz so'rayapti do'stlar. Mana 6-7 litr suti bor deyapti. Egalari o'zlari tishni xohlamadi do'stlar, to'rtishmasa bolasi mana birinchi bolasi. 20 million 500 ga berilmayapti. Mana bolachasi do'stlar. 15 litr suti bor. Baquvvat sigirlardan do'stlar, mana davom etamiz sizlar uchun. Nechinchi bolasimi? Ikkinchi bolasi ukicha. Aha. 15 litr sutiga javob deyilyapti mana. Ularga e'tibor qilasiz do'stlar. Ikki tug'ilganlardan. Bolasini o'tishgan ajoyib mollardan mana. Qayerda mol aka? Azamatniki. Qancha baho qo'yapsiz? Ha, 27 million. Kami bor. Qancha bermadik? 24,5 bermadik. Aha. 24,5 million. 24 million 500 ga berilmayapti ekan. 12 tasiga javob beraman. Aha. Bolasi yo'qchi. 12 tasiga javob. Javob. Aha. Yana bormi bunaqa molda? Bor aka. Bor. Nomerni qoldi. Nomerni aytamiz. 93lik. 93lik. 238 238 00 01. Telegram WhatsApp bor. Bor. Xudo xolasa chetda yurgan aka-ukalarimizdan aloqa chiqib ko'ramiz. Rahmat aka. Mana do'stlar, xudo xolasa aloqa chiqib ko'ramiz. Telegram WhatsApp akalarimizda bemalol ishlayveramiz. E'tibor qilamiz do'stlar ranglariga. Ranglari qop-qora toza mollarda mana bolachasi ham ajoyib ekan. 3-chi bolasi bu. 10-chi? Qancha suti bor? 3 litrmi? Ko'proq bermayman. Ha, qarasa beraveradi. Nech pul deyapsiz buni? Ha? Sotib olganmiz. Nech pulga sotib oldi? 20 million. 20 millionga sotib oldik. Ha. Olinganlardan ekan do'stlar. 20 millionga baraka o'tdi ekan mana. Ranglar ajoyib ekan mana bolachasi. 3-chi bolasi ekan. Qayerga ketyapti endi bu? Qayerga ketyapti? Chaqirgan. Ha, barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Bir tug'ilganlardan bolasi biroz ish ekan mana sizga. Qancha sut beradi? 7 litrgacha. Necha bo'lyapsiz? 18. 18 kelishamiz. Qancha so'radi bozor? 16,5. 16,5 million bozor so'rayapti ekan do'stlar. 18 million kelishamiz deyapti, 16,5 million berilmayapti do'stlar. Bolachasi ham mana kattagan ekan. Bolasi buni ajinchi. Qayerda mollar aka? Ayar ekan. Davom etamiz hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz mana 5 tug'ilganlarga. Bolachasi buni ajinchi? Bolachasi buni ajinchi mana do'stlar. Yillari ancha 10 litr. Qancha sut beradi deydi aka? 10 tasiga javob. Ha. 10 tadan ziyod ham beradi ya do'stlar. Tomoqdan qarashsa mana. Ranglari ajoyib ekan do'stlar. 21 million so'radi, ha. O'zingiz qancha deyapsiz? Endi bo'ldi, endi baho nima kerak? Boshqa so'rayapti. Ha. Berib yuboramiz. 21. Ha. Birinchi kelganlar 21 so'raganda. Aha. Hozir 20. Aha. Birinchi kelganda do'stlar 21 so'ragan, berilmagan. Xudo xolasa endi berib yuboramiz. 20 million kami bor ichki tug'ilganlardan.
Bolasi nima edi bu? 10-chi. Qancha sut beryapti? 7-8 litr suti bor. Qancha bermadik aka? 17.500.000. Aha. 17.500.000 ga berilmayapti degan do'stlar. Mana anchagina suti bor. Mana bolachasi ham qora ekan ranglar. Kelishtirib beramiz, xolos. Mana 17.500.000 ga berilmayapti. Davom etamiz, hurmatli obunachilar. Albatta, layklarni bosib qo'llab turamiz, do'stlar. Nurbuloq TV kanalimiz yangi ochildi. Patishkada bo'lamiz. Mana sizga yana bola sigirlardan. Aka, ikkinchi bolasi. 8 litr sutiga javob deylar. Bolasi nima edi bu? Bolasi 10-chi, katta. Aha, rolasa. Ha, mana. Suti ham bo'g'ay, do'stlar. Kecha yana qochgan ekan, rolasa. 3-chi qoringa bu bor. Nech pul deyapsiz? 19 million bo'lsa ketdi. Odamlar o'rashib ertaga ekmek 20-25 deb berib yuboramiz. Qancha so'rasiz? 18 million. Toza. Ha, mana. 18 million akam so'rayapti, 19 million bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Ajoyib mollarimiz. Qayerda mol edi? Mehnat rohati. Akalarimiz uylarda yana bor ekan, do'stlar. Nomerlar nechi aka? 93lik 680 2281. Mana yigitni ham on, xotini tomoshabinlar bugun ko'rib, yo'lga chiqqan. Aloqa chiqaramiz do'stlar, nomerlar aytib o'tib qolsa. Ha. Yem bergan. Mol. 3-chi bolasi do'stlar, mana bunaqancha ish to'ganlardan yana. Qancha sut beradi? 3-4 litrga javob. 4 litrga javob. Qancha deyapsiz endi bu? Har xil qilib yapmiz. Ha, o'zi qancha deyapsiz? Şimdi bozor ko'targan. Nech pul so'radi? 12 ham so'rab. 16 million 500 dan 17 milliongacha so'radi. Mana do'stlar, sutlari ham 4 litr bor deyapti. Tomoqdan qarasa ko'prog'ini beraveradi. 16 million 500 dan 17 milliongacha so'ralyapti. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Yakka sigirlardan mana 4 ta to'gan. Bo'g'oz emasmi? Bo'g'oz ham. Sog'lar. Qancha sut beradi? 5 ta. Aha, 15 litr suti ham bor deyilyapti, do'stlar mana. Bolasi yo'q. Mana. Egalari o'zlatish xohlamadi, do'stlar. Aka, qancha bo'lyapti endi bu? Ular 200 ga 15 million so'rayapti. Aha. Men 18 million kam bor dedim. Ha, 18 million kelishtiramiz. 18 million kam bor do'stlar, mana akamiz. 200 ga 15 million akamiz so'rayapti, do'stlar. Men mana akamizni ham olyapmiz. Olavering dedi, do'stlar. 18 million kelishtirib beramiz deyapti. 4 to'gan, do'stlar, 15 litr bor. Hozir o'zi yakka sotilyapti bu. Mana 200 ga 15 million so'ralyapti. İlk to'ganlardan do'stlar davom etamiz. Gamaylar. Egalar olamayapti do'stlar, 4 naslar mana. Aka, qayerda moli? Ha, nech pul deyapsiz qo'y? 12 million. 12 million. Xotirmaydimi? Yo'q, yo'q. Ha, qisir bo'g'ozligi aniq emas. Yo'q, aniq. İki to'gan, ha? Qancha so'radi? 10 million so'rab. 10 million toza. Ha, mana do'stlar, 10 million so'mga berilmayapti ekan. Bo'lsa kelishamiz deyapti. İki to'ganlaridan. 12 kam bor deyapti. 12 million kam bu. Bozor qancha so'radi? O'z birovni molda bu. Ha. Bu mollar aytgan mol. Ot sotyapsizmi yo'q? Yo'q, sotdik chiqargan, Ha, u qo'ygan narxga bormaydi. Qancha so'radi? O'zini ham olib gapiga. Qancha so'radi bozor? 8,5 bor. 8,5 so'radi. 8,5 so'ralyapti do'stlar, o'zlaringiz ham e'tibor qilasizlar. Bir to'gan meni. Bir to'gan qisir. Ha. Bir to'gan qisir mollardan ekan do'stlar. 10 millionga berilmayapti. Yo'q. 8,5 so'raldi. Ha, 8,5 ga berilmayapti. O'zingiz qancha deyapsiz? 12 million. Aha, mana do'stlar, egalari 12 million aytilyapti. 8,5 millionga
berilmayapti ekan do'stlar. Ha, 3-4 to'gan mollar. Bo'g'oz, bunisi qisir, ha? Bo'g'oz qancha deyapsiz? 16 ga 14 ekan. Ha, 16 million, 14 million. Necha oylik bolasi bor? 7 oylik. Aha. Buni sog'dirmaydimi? Qancha suti bor? 5 litr. 5 litr suti ham bor ekan do'stlar, mana. Bozor qancha so'rayapti aka? 12 million 14,5. 14,5 million, 12 million so'rayapti ekan do'stlar, mana. Ajoyib mollarimiz. 4 to'gan qisir mollardan yana do'stlar. Sog'dirmaydimi aka? Sut beradi, ha? Bu, mana. Suti ham bor deyilyapti do'stlar. Nechi pul deyapsiz buni aka? 13 kam bor. Qancha bermaydi? 11 million 200 so'raydi. 11 million 200 bozor so'ragan ekan do'stlar. Yo, sigir yirib tur ekan-da. Bolasini ayirdik, tamam, bolasini. Ha, bolasini ayriladi. Bolasini. Ha. Mana do'stlar. Sog'sa ham bo'ladi. Bolasini hozir ayirgan ekan. Bozor qancha so'radi? 11 million 200. 11 million 200 mingga berilmayapti ekan. Ha, 3 oylik bo'g'oz. Bir to'gan ikkinchi qoringa mana 3 oylik qornida bolasi bor do'stlar. Qancha deyapsiz bu? Birov 12 beradi, birov 15 beryapti. Ha. 15 bo'lsa beramiz. Mana do'stlar. 3 oylik qornida bolasi bor ekan, ikkinchi qoringa bo'g'oz do'stlar. 12 million so'radi, ha? Yo'q, 3 marta chiqardim o'g'lim. 12 million so'radikmi? 12 so'rayapti. 12,5 millionga berilmayapti ekan do'stlar. Mana shu molimiz 12 million 500 ming. Bir to'gan ikkinchi qoringa bo'g'oz emas aka. Qisir ikkinchi qorin. Qisir do'stlar, bo'g'oz yuboribmiz o'zir. Bir to'ganlardan mana qisir mollardan ko'rsatyapmiz. 12 million 500 mingga berilmayapti. Egalaridan 14 million baho qo'yilyapti. Sog'ilmi ekan? Bo'g'ozlaridan yana do'stlar mana sizga bir to'gan ikkinchi qoringa bo'g'oz 3 oylik qonida bolasi bor ekan. Nech pul deyapsiz aka? 13. Kelishamiz. Nech pul so'rab o'tir? 11 qilyapti. 11 million. Aha, 5 litr sut ham beradi. Ha, 11 million so'rayapti. 5 litr sut ham berar ekan do'stlar mana sizga. Bir to'gan ikkinchi qoringa bo'g'ozlaridan 11 million so'm berilmayapti. Ikkinchi tug'ish, ha? Bo'g'oz qisirmi? Noma'lum. Ha, qisir bo'lishi kerak, ha? Aniq emas. Nech pul deyapsiz buni? Buni yarim? Bozor qancha qildi? 9,5 million do'stlar bozor so'rayapti ekan mana. Egalardan 10,5 million baho qo'ygan. Bunisi 11 million. buni 11 million so'rayapti. Buni ishda to'gan. 2 to'gan qisirmi? Qisir. O'zi qancha deyapsiz? 12 million. Aha. Kelishtirib beramiz, ha, xolos. Mana do'stlar. Bunisini 11 million. Hurmatli obunachilar, ajoyib g'unajinchalarimizni mana xudolasa boshladik. 1 yoshdan oshgan, ha bu? Baqib o'tgan ekan do'stlar, 13 million xudolasa kelishamiz deb qancha so'rab? 11,5 million bozor so'ragan do'stlar mana. Mana arqa tomonlari. Yoshidan oshgan g'unajinchalarimiz. 11 million 500 mingga berilmayapti. Qayerda moli? Chelakniki. Ikki yasharlaridan do'stlar, mana sizga ranglari ajoyib ekan, qop-qora. 11,5 million, ya'ni 11 million 500 ga berilmayapti degan mana shu g'unajimiz. Qancha deyapsiz siz aka? 12 bo'lsa beraman. 12 bo'lsa berib yuboramiz. Aha. 12 million bo'lsa berib yuboramiz ya do'stlar, mana 500 kamga so'rayapti. Ya'ni 11 million 500 ga berilmayapti. 12 million kami bor bir yasharlardan mana do'stlar, ajoyib mana sizga. 11 million so'radi aka. Ha, 11 millionga berilmagan do'stlar. Bir yasharlardan mana. Bozor nechi pul so'radi aka? 9 million bozor so'ragan, 11 million egalardan aytilyapti. Bir yashar yana g'unajinchalarimiz do'stlar. O'zlaringiz ham ko'rib baho beraverasizlar. Ranglari tiniq ekan do'stlar, qarab ko'rsangiz bo'ladi. 9 million so'm berilmayapti.
Hurmatli obunachilar, mana yoshiga yetmagan 8 oylik onajinchalarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Sotilibdi do'stlar, mana 13,5 millionga. Ikkalasi bir joy 13,5. Buxoroga ketyapti ekan mana 8 oylik ekan do'stlar. 13,5 millionga sotilibdi. Baraka bo'libdi, ikkalasi bir joyga. 1,5 yashar hurmatli do'stlar, mana ajoyib top-toza onajinchalarimiz. Necha pul deyapsiz bular aka? 12 dan deb. 12 dan 24. Qancha bermadi? 20 million, 21 million so'rayapti. Bir joyga. 20 dan 21 milliongacha chiqyapti ekan do'stlar, mana shu onajinchalarimiz mana. Ranglari ham tiniq ekan o'zi. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. 12 dan 24 millionga keladi kelyapti. Turoylik onajinchalarimiz, do'stlarimiz. Mana hurmatli obunachilar, egalarida 7 million so'm baho qo'yilyapti, 5 million so'm berilmayapti mana shu onajinchamiz. Turoyliklaridan. Dola sotyapmiz. Ha? 5 pul bo'lyapti. 9,5. 9 bo'lsa beraveramiz. Ha? Yoshga yetganmi? Ha? Resher bormi? Ha, bir yashar oshgan. Resher oshgan. Ha. Yoshdan oshgan do'stlar. Mana 9 million so'm beraveramiz. Ha. 9 bo'lsa berib beramiz. Rossiyan qayerda yurasiz? Rossiyan o'zida. Ha. Ko'raman ba'zi ham YouTube'da ko'rdim. Ha. Assalomu alaykum. Ko'raman, aytib qo'y. Shirinboydaga Rossiyada. Ha. Shu ko'rdim bir. Ha, sizni ko'rib turibdi. Rahmat. Sog' bo'ling. 8 oylik do'stlar, mana qizchalarimiz. 9 million. 9 million kam bor, ha? Qancha so'radi? 8 million bozor so'rayapti. Yosh qizchalarimiz mana. Necha oylik dedik buni? 8 oylik, ha, mesmi bo'ldi. 8 oylik. Mana arqa tomonlarda. Qancha deyapsiz? 7 million so'm 3 oylik. Bu kichamiz bo'lsa yosh mana. Qancha so'radi bozor? 6 million so'rayapti. Turishlari ajoyib ekan do'stlar, 6 million so'm berilmayapti ekan. Nech pul deyapsiz buni? Bir yashar kichalarimiz do'stlar, qancha bermasiz? 10 million so'rayapti. Bir yashar kichalarimiz egalaridan 14 million so'm aytilyapti. 10 million so'm berilmayapti ekan do'stlar. Mana orqaladi. 11 million kam bor, kelishamiz, ha? Bir yasharlardan yana do'stlar. Qancha so'rab hozir? 10 million 300. 10 million 300 mingga mana berilmayapti ekan. Bir yasharlardan yana so'ragan obunachilar uchun do'stlar mana shu. Bir yashar, ha? Qancha deyapsiz? 13 kam bor. 13 million kelishamiz. Qancha so'rab hozir? 11,5. Aha, 1,5 million bozor so'rayapti do'stlar mana sizga. Bir yashar yana. 13 million odolasa akamiz kelishamiz deyapti. Qayerda mali? Bittan oqim bo'lib. Bittan oqim bo'lib, chiroyli mol ekan do'stlar. Kelishamiz, ha, odolasa. Ajoyib navotchalarimizdan do'stlar, mana ranglariga e'tibor qilamiz. Bir yasharlardan nech pul deyapsiz? 14 deb qolgan bor. 14 million kelishamiz. Qancha bermadi? 13,5. Aha. 500 soqsa. 13 million 500 ga berilmagan do'stlar. Bir yashar o'quvchilarimiz. 1,5 yasharlaridan mana sizga. Ko'p. Nech pul deyapsiz buni aka? 15 ta. 15 million. Bozor qancha so'radi? 14 so'radi. Qayerda mali? Ha, sizlardanmi? Bular ham sizlardan. Ha. Bular nech pul deyapsiz? 15 ta. Bu ham 15. Bu ham 1,5 yasharmi? Qancha so'radi bozor? 15 kam. 14 uni ham so'rayapti. Aha. Bu ham 15 kam. Adamni ham olasizlar. Bu ham 15. Aka nomerni aytamizmi yo? Telefon nomeri shu yerda emas.
Xo'p, davom etamiz do'stlar. Buni qancha deyapsiz aka? Assalomu alaykum. 16 million. Aha. Yana 1,5 yasharlardan do'stlar. Bozor qancha deyapti? Hozir 14,5 Aha, 14 million 500 bozor so'rayapti ekansiz. Mana baquvvat o'qchalarimiz. Ajoyib baquvvat o'qizlardan do'stlar 2 yasharlardan mana sizlarga. Qayerda mali? 8-marta Ishtixonniki do'stlar. 2 yashar mana sizlarga. Nech pul deyapsiz aka? 25 million kam bor. O'tib beramiz. Qancha so'ramiz? 22 so'rayapti. 22 million bozor so'rayapti ekan do'stlar. Taxminan qancha chiqadi endi o'yingiz? Taroziga qo'ydik 460 kg. Oyoqli ha, jivoy. 460 kg mana do'stlar taroziga qo'yib qo'ygan akalarimiz. Mana tarozi bu tomonda. Qancha so'radingiz bozor? 22 so'rayapti. 22 million berilmayapti. Hurmatli obunachilar, 8-marta, Ishtixon 8-marta mana akalarimiz uylarda yana bor ekan. Aka, nominal aytamizmi? Nechilik? 90'lik. 144. Kimlar 68 68-71 ha. Aloqa chiqaramiz do'stlar. 68-71 oxirini aytyapmiz. Mana shu ajoyib o'tkazamiz. Bundan tashqari yana topib beramiz akalarimiz, aloqa chiqarasiz. Sotildimi? Hurmatli obunachilar, mana sizlarga sotilganlardan 1,5 yashar deyilyapti. 14 million 500 mingga baraka bo'libdi do'stlar, mana shu. Navozchamiz. Qayerga ketyapti aka bu? Oxunboboyevga ketyapti. Ha? 14 million 500 ketdi ha. Baraka bo'libdi do'stlar, mana barakasini bersin. 1,5 yashar o'tkazamiz. 14 million 500 ga savdo bo'libdi mana. 5 tug'ilganlardan do'stlar baraka bo'lgan mana sotilganlardan 12 million 12 millionga sotildi. Qancha sut beryapti? 5 ta suti bor, az bolasidan tashqari. Bolasidan tashqari 5 ta suti bor, bolasini boshi ekan ha. Mana do'stlar, barakasini bersa 12 million ketibdi. Hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha narxlarni tanishtirib o'tyapmiz. Xudo xolasa birinchi kanalimiz, ya'ni Ilyarus kanaliga qo'y-qo'zi qo'chqor narxlarini qo'yamiz do'stlar. Ikki kanalimizni ham qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Samarqand viloyati Ishtixon Metan bozoridan do'stlar. Hammangizga omad.